Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Men ushbu dasturimda barcha xildagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'taman. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, marhamat hoziroq reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturni uzoq cho'zmagan holatda boshladim. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan MTZ80.1 traktorimiz sizlar uchun sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati zo'r holati deyishmoqda. Rullari gidravlika texnikamizni yangi vipiskada hamma yeri soz holatda, motorlari yangi qilingan, qora motor, korobkalari soz holatda, hammasi ishlab turgan texnika. Vomlari ham ishlaydi, baronlari esa 40-60% da bor ekan. Ushbu texnikamizning diskalari ham zo'r holatda. Xullas, qisqa qilib aytganda akalar, ushbu texnikamizni faqatgina minib haydash kerak bo'ldi akalar. Qolgan hamma narsa zo'r. Narxi 70 million so'm, manzil Samarqandda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan ekskavatorimiz sizlar uchun sotiladi akalar. Ekskavatorimizning holati a'lo darajada. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Dokumentlari ham soz holatda, hamma narsasi zo'r, boyevoy holatda sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning narxini esa $18,000 deyishmoqda. Yana o'zmoz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'ona viloyatida. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamiz raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ80X traktorimiz sizlar uchun sotiladi. Ushbu texnikamiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, aybi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning motor korobkalari ham soz holatda, yonib turibdi, kalit zavod qilsa yonadi deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 65 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ80.12 traktorimiz sizlar uchun sotiladi akalar. Mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Akamiz polnisda hamma yerni qo'ldan o'tkazib remont qilganlar akalar. Hech qanday kamchilik yo'q texnika. Olasiz va haydaysiz, ishga tayyor holatda. Narxi esa 55 million so'm. Yana o'zmoz kami bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Agarda texnikamiz sizga qiziq bo'lsa, albatta akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 1221.2 MTZ traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan deb aytib o'tishmoqdalar. Vallari standart, motorlar moyyemaydi, grizapojlari ham qilingan, hamma narsasi zo'r holatda akalar. Olasiz va ishlatasiz. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda 4 korpusli plugi ham bor ekan. Traktorimizning narxi esa 200 million so'm, yana kami bor, manzil Toshkentda. Traktorimizni ko'ring, ma'qul kelsa sotib oling. Eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, komplekt holatda sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning komplektini, rasmlarini ko'rib turibsiz akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 25 million so'm, yana o'zmoz kami bor, manzil Toshkentda. Agarda ushbu texnikamiz qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Agarda sizga kerakli bo'layotgan texnikalarni topa olmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Akalar, yana bir keyin sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz. Ushbu texnikamizning balonlari razmeri 15/5 ekan. Holati 85% oldi, orqasi esa 90% deb aytib o'tishmoqdalar. Balonlarda umuman yorug'i yo'q. Texnikamiz soatda ishlab turibdi, olasiz va ishlatasiz. Narxi esa 15 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Yana bir keyin sotiladigan texnikamiz ham ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan akalar. Komplektini, rasmlarini mana ko'rib turibsiz ekranda. Ushbu texnikamiz sizlar uchun sotiladi. Texnikamizning hech qanday kamchilik, aybi joylari yo'q. Olasiz va ishlatasiz akalar, rasxot qilmaysiz ushbu texnikamizga deb ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa komplekt holatda 30 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Jizzaxda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar bo'lsa marhamat. Yana bir keng sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Komplektida esa nimalar bor eshiting. Ushbu texnikamizning agregatlaridan plug, chizel, kepen, oldi lopatkasi bor ekan texnikamizning.
Hamma agregatlari zavodskoy, traktor texnik holati juda ham yaxshi holatda, motor korobka zadniy moslari yaqinda remont bo'lgan. Ushbu texnikamizning motorlari moy yemaydi, rasxod qilmaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Kapitalniy remontdan chiqqan texnika, elektr ishlari ham qilingan. Faqatgina haydash kerak, akkumulyator va hamma narsa joyida. Texnikamizning narxi 40 million so'm, manzil Buxoroda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan akalar traktorimiz, Belarus traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizga qora motor qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka zadniy moslari qilingan. Xarajat yo'q texnika. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda plugi ham bor ekan. Traktorimizning narxi esa 65 million so'm, manzil Samarqandda. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlar bo'lsa, marhamat. Akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimizni ham o'tkazib yuborib, ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan pogruzchikimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 3 kuballi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz pogruzchikimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan bir qo'l motochasi 16290 motochasi yurgan ekan. Ushbu texnikamiz ideal holatda tayyor deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 400 million so'm, yana kami bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz. Manzil Toshkentda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Magnum K8940 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamiz hamma yeri polni remont qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz, haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Qolgan akamiz o'zlari bilan gaplashishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 285 million so'm deyishmoqda. Manzil Buxoroda. Traktorimizni ko'ring. Ushbu texnikamiz ham sizlar uchun. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan New Holland TS 130 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 4 ta ballonlari ham yangi akalar texnikamizni olasiz, haydaysiz, ballonlari ham toza, o'zi ham toza texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning qolgan ma'lumotlari uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz, albatta qo'ng'iroq qilasiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Narxi esa 17 ming dollar. Yana kelishiladigan joyi bor. Texnikamiz Toshkentda. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa albatta sotib olishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Class Dominant 130 kombaynimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda. Remontdan chiqqan, 2008-yilda ishlab chiqarilgan, motori almashgan, qora motorda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu kombaynimiz holati zo'r holatda. Narxi esa 14 ming dollar, yana kami bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga aloqaga chiqing. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Presspad boshqimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Balinotti deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu Presspad boshqimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan ekan. 2 ipli, og'irligi 1,5 ming tonna pashti deb aytib o'tishmoqdalar. Soatiga 220-260 press chiqarar ekan. Ushbu Presspad boshqimizning razmeri 40-50-90 sm. Garantiyasi 1 yil. Sotib olish uchun akamizga qo'ng'iroq qilasiz, boshqa ma'lumotlarni ham aytib o'tishadi. Narxi 195 million, manzil Toshkentda.